Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. YouTube ishqibozlari, matlabli ishqibozlari, mana bugun xudo xolasa 40 sotik karamni uchun topishga keldik. Mana shogirdlar o'rgatyapmiz qo'ldan kelgancha. Bu dizelimiz, bu o'g'lim Husan, bu benzinlik. En qizig'i bu gretkasi arig'ini hektasi 80, hektasi 70. Onu 80 ga mo'ljallaganmiz. Benzinlikda, dizelda 70 ga mana. Sen misirini tozalab var. Yer yumshoq, doim aytganman. Toza yer qattiq bo'ladi, musur yer yumshoq bo'ladi. Endi unga sabab bor, o'tlar o'sib, namushlab turadi. Shuning uchun yumshoq bo'lsa kerak, yana bilmadim. Lekin yumshoq yerga gap yo'q. Faqat boshlari toshli yer ekan. Mana bu yerda yana 27 sotik turibdi. Bu 12 sotik bo'ldi. Yetmişte hektalik qo'yganman. Hektalik ko'p. Yami yo tashqarisiga qo'yganmiz. Tashqarisiga. Nega? Yo katta. Normal haydayapti-yu. Bu 80 emasmidi? O'tini bosib yurgin devdim-da unga. Mana Husan bu yengil zaftiri qilib oldi, bu yerga bosadi xudo xolasa. Mana karamni egasi. Qo'l ko'tarib qo'y. Assalomu alaykum, dehqongo'lar. YouTube'ga ketdi. Men kanalimga kirsang ko'rasan. Shuhrat o'zing onalar. Qarayt ketishdi qara. Aytyapman-da, Shuhrat. Toza yer qattiq bo'ladi. Mana isqir yerlar yumshoq bo'ladi. Yering yumshoq, lekin musur ko'p. Mayag'ida qiynalamiz anchalik. Mashinada o'tib, qolib. G'umakda, g'umak. G'umay ajri, bahorgi o't. Mana hurmatli obunachilarimiz, shuna gaplar xullas. Matablolar xizmatda. Assalomu alaykum. Va benzin, o'ta salarka. Salarka juda rasvo ekan, ehtiyot o'ylab olayotganda. Endi filtrlab quyamiz imkon qadar. Ustab ketyapti. Sekinroq yurar, sekinroq. Oh, mana xo'jayini. Omad hammaga ko'ringlar, mazza qilinglar, savollar bo'lsa telefon qilinglar, kanalimda telefon nomerlarim bor. Ko'ringlar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Omad hammaga.